Assalomu alaykum do'stlar, mana Farg'onaga keldik. Shavkat Mirziyoyevimiz kelgan bu yerning hokimlari Hayr akam o'zlari Madin Sharif Hayr akam, Madiyor bek akam bizlar taklif qilishdi. Bizlar eng buyuk festival, kino kitob festivali. O'qishingiz mumkin. Har bir Yevropa kutubxonalarining oltin fondida turadigan kitob. Toshkentda 39 ming bitta lavash turadi. Nechta kitob? 5 ta, 6 ta kitob, 60 ming so'm. Bitta lavash ham bilaman. Maza qilib o'qinglar bo'ladi. Shavkat Mirziyoyevimizga, prezidentimizga birinchi bo'lib rahmat. Nima uchun? Kutubxonani pul bilan ta'minlab qo'ydilar. Kutubxonani oylik bilan ta'minlab qo'ydilar. Bu har kimga emas. Ilmni yaxshi tomoni bo'lsa, bu yoshga o'xshaydi. Onda tarqaladi. Mana sizlarda nur ko'rinadi. Sizlar o'qimasanglar, haqiqatan qo'llaringizni ochib tashlasanglar ham o'qimaysiz. Bo'lib qoladi. Mamlamiz o'qiydi. Asllari Alloh olam. O'tgan bilan oldin hurmat. Siz insonsiz. Agar siz o'zgalar og'riqni his qilayotganda, siz tirikmisiz. Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida joylashgan kutubxona ekan. Haqiqiy xazina shu yerda. Ko'chadan qidirmang. Haqiqiy xazina shu yerda.